Diqqat! O'zbekistonda 23-dekabrdan boshlanadi. O'zgidromet 23-dekabrda qanday ob-havo bo'lishini ma'lum qildi. O'zgidromet 23-dekabr uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, seshanba kuni faqat ayrim hududlarda qor yog'ishi mumkin. Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi biroz qor yog'ishi mumkin. Kunduz yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 1-6 daraja sovuq, kunduzi 7 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 4 daraja sovuq, 1 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Toshkent viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi va ertalab ba'zi joylarda biroz qor yog'ishi mumkin. Havo harorati kechasi 7 daraja sovuq, kunduzi 7 daraja iliq bo'ladi. Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi va ertalab ba'zi joylarga biroz qor yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi va ertalab ba'zi joylarda qor yog'adi, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi.